Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Kechki raskladimni qo'ymoqchiman. Kimga yordam bersa, men juda xursand bo'laman. Men sizlar bilan yaqinroq tanishmoqchiman. Meni ismim Elmira. Aslida Eleonora, lekin ba'zida Elmira deyishadi. Men O'zbekistonda mana 2 yildan beri yashayapman. Blogerman Instagramda. Kimga qiziq, kirib ko'rsanglar bo'ladi. Men gipnolog, psixolog, parapsixolog, refleksoterapevtman. Так. Расклад на temu bir oyni ichida hayotingizda bo'ladigan hodisalar, asosiy hodisalar. Kim meni ko'ryapti? Signifikatsiya. Oy, juda joziba, go'zal ayol. Uyim, bolam, chaqam degan ayol. 4 ta malikani o'ziga yiqqan ayol. Rosa ko'p mehnat qilgan, endi mehnatlarini hosilini kutayotgan ayol. O'ylanyapti. Ko'proq o'ylaydi, o'ylab ish qiladi. Juda ham aqlli, dono ayol meni ko'ryapti. Hozir uni hozirgi holatingiz sizni между небом и землей osib qo'yilgan. Tushunmayapsiz hayotingizda, nimadirlarni kutib o'tiribsiz, lekin harakat qilmayapsiz. Просто natijasini ko'rmoqchisiz. Ancha qilib qo'ygansizda. O'qigansiz. Hozir o'qiyotgan bo'lishingiz mumkin. Qanaqadir kurslarda o'qilayotgan bo'lishingiz mumkin. Pulni ko'paytirish uchun. Bir oyning ichida asosiy hodisalar bir oy ichida bo'ladigan sizning hayotingizda. Hayotingizni o'z qo'lingizga olasiz, o'zingiz boshqara boshlaysiz. Mas'uliyatni olib butun olam sizni kaftingizga sig'adigan bo'ladi. Xohlagan narsangiz bo'ladi, aytib qo'yay, chunki juda kuchli kartalar chiqdi, hammasi katta arkanlar chiqdi. Hozir hayotingizda juda ham zo'r hodisalar bo'ladi. O'zingiz boshqarib, o'zingiz hayotingizni любой tomonga o'zgartirsangiz bo'ladi. Sizni olamingiz oldingidaqa bo'lmaydi. Olamingiz yangilanadi. Yana siz chiqdingiz, mana qarang, tasdiqlab sizni ko'rsatib qo'yapti. O'ylab ish qiladigan ayol. O'qiyotgan ayol, subhanalloh, shuncha aylantirdim baribir. O'qiyotgan ayol. Oilangiz uchun harakat qilyapsiz. Pul yig'yapsiz. O'g'lingiz, yosh bolangiz, podrostkda 15 yoshdan 20 yoshgacha bo'lgan bolangiz, oilangizdagi bolangiz sizni xursand qiladi. Kelajagiga qarab turibdi, u sizni xursand qiladi. Ishlari yaxshi ketadi. Ancha kutib qolgansiz, u ham kutib qolgan. Ona bola nimadir orzu qilgansizlar, shu narsani kutib yotgansizlar-da. Hozir mana shu hammasi amalga oshib boshlaydi. Juda ko'p kurashgansizlar bu orzularingiz uchun. Pul tikkansiz kattagina. Juda ham jerskiy bolangiz bor. Mana shu harakat qilgan. Anchadan beri chidab kutib o'tirgan. Bo'ladimi, bo'lmaydimi deb.
hozir juda katta shans bo'lyapti, hayotga kiryapti. Uni ham, sizni ham birdaniga o'zgarib ketishga, даже boshqa davlatga ketishga bo'lishi mumkin, chunki mana bu yerda olam kartasi chiqdi. Allohdan so'ragan juda kuchli kartalar chiqyapti. Allohdan so'ragan imkoniyatlaringiz hozir hammasi amalga oshadi. Sizni yaxshi ko'rgan inson, bir-biringizni sevgan inson, siz ham uni sevasiz. Sizni u sevadi. Keladi oldingizga. Qanchalik sizni qizg'anishini, rashk qilishini aytadi. Siz uchun eng asosiy ayol hayotida, sizdaqasi yo'q. Siz bilan bo'lgan imkoniyatlarni gapiradi. U bilan birga bo'lish yana bir marta shans keladi, imkoniyat keladi. Boshingiz qotadi. Nima qilaman? Kerakmi menga bu narsa, yo'qmi deb. Lekin taqdir yana bir marta sizga bu imkoniyatni beryapti. Qancha nech marta bu kitobni yopgan bo'lsangiz ham, bu hikoyangizni yopgan bo'lsangiz ham, yana shu imkoniyatni beryapti sizga. Угу. 8, 9. 9, 8. No, siz qilgan harakatlaringiz uchun bu imkoniyat adolatlik bo'yicha sizga kelishi kerak edi. Adolatlik bo'yicha siz g'olib bo'lishingiz kerak edi. Anchadan bir kutib qolgansiz bu baxtni. Hayotingiz yorqin porlaydi. Juda ham ko'p g'alabalarga erishasiz bu oy. Ikkilanmang, chunki kelajagingiz juda zo'r ketyapti. Sizni orzuyingizdagidek ketyapti. Orqaga qarab o'tirmang, orqada hech nima o'zgarmagan. Mana qarang. Kelajak. Lekin bu orqa kartasi. Kelajakda orqadagidek bo'lmaydi. U yerda hech nima yo'q. Kutmang hech nimani. Sevgidan yangi shans keladi. Juda ham hissiyotlarga boyisiz. Boshingizni og'ritmang, o'zingizni qiynamang. Uyingizda hamma narsa to'la bo'ladi. Uyingizda haqiqiy baxtni his qilasiz. Yaxshi ko'rgan insoningiz bilan birga bo'lasiz. Hamma tomonlama mamnun his qilasiz. Kelajagingiz uchun rejalar qurasiz. Boshqa davlatga borish rejasi bo'ladi. U yoqda sizni yoki o'g'lingiz kutyapti, yoshroq bola kutyapti-da. Ikkilanib bo'lsa ham borasiz, chunki bu oy ichida planlashtirasiz. Ko'p o'qiysiz. Hozir o'qiyotgan ayollar meni ko'ryapti. Lekin nargi uzoq davlatga ketayotgan davlatingizda sizni sevgan insoningiz bo'lishi mumkin. U sizdan yoshroq, chunki anchagina bezboshdek tushyapti-da bu yerda. O'ylab ish qilmaydigan. Lekin siz uni haligi o'zingizga o'rgatib qo'ygansiz-da. Qancha kuchli erkak bo'lsa ham, siz o'zingizni yumshoq kuchingiz bilan o'zingizga o'rgatib qo'ygansiz. U buni tan olyapti. Chunki sizni kuchingiz qanaqa aytaymi? Jodugar, yaxshi ma'noda jodugar kuchingiz bor. Yaxshi ma'noda. Birga bo'lasiz, maza qilib, uyim bolam, chaqam. Anchadan beri kutib o'tiribdi shu bola sizni. Lekin u bola sizni rosa yuragingizni og'ritgan, qalbingizni og'ritgan. Munosabat juda og'ir bo'lgan oldin, lekin hozir endi yaxshi bo'ladi. Qanchalik kuchliligini ko'rsatadi. Bor kuchini o'zini eplab olib, yaxshi ishlar ishlaydi. Ishlari yurishib ketadi bu insonni. Mas'uliyatni siz uchun ham, o'zi uchun ham oladi. Harakatsizlanib o'tirganlariga o'zi ham xursand emas. Yangi tushayotgan shanslar, yangi qarorlar chiqaradi. Boshqa unaqa jim o'tirmaslikka harakat qilaman deb
siz tomonga harakat qilaman deydi bu inson. Qaror chiqaradi, harakat qilgan. Lekin siz o'ylaysiz, siz tanlov oldida turibsiz, ikkilanish boshlaysiz. Ishonsammikan, ishonmaymikan debdi. Ishonavering, hammasi zo'r bo'ladi. Munosabatlarda to'liq transformatsiya bo'ladi. Oldingidaqa bo'lmaydi. Qo'rqmasdan ishonsangiz bo'ladi bu insonga. Sizni uzoq joyda kutib turgan. Ancha aql kirib qolgan. Lekin ozgina ozor bergan ekan oldinroq. Tak, hozir men sizlar uchun maslahat so'rayman sizlardan, qanaqa qilib. Tak. Hurmatli Kaluda, meni qarab o'tirgan insonga maslahat ber. 3 ta karta tortaman va maslahat ber. Siz o'ylaganingizdan ancha kuchlisiz. Hech nimadan qo'rqmasdan boshlasangiz bo'ladi, chunki orzularingizni ustida ishlashga hozir vaqt yetgan. 0 dan boshlasangiz ham hammasi zo'r ketadi. Juda kuchlisiz. Qo'lingizdan hamma narsa keladi. Tak, rahmat, sog'-salomat bo'linglar. Ertalab kunlik raskladni ko'rishga unutmang. Kun kartasi, kunlik hodisalar. Har kuni ertalab qo'yaman inshaalloh. Kimga qiziq, kiringlar.